Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 2-iyul haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab hozirgi vaqtlarda 4 da boshlanadi bozor. Xo'p, 8-9 da tugaydi. Shu ertalabda o'zida boshlab, ertalabda tugaydi. Shu obedga bormaydi bozorda tugashi. Vaqtliroq kelaverasizlar. Bularda materiali Singapur, narxi necha pul edi? 38 ming so'mdan ekan. Ko'ylak lozimlar. Razmeri qanaqa buni? Razmer standart 46 dan 52 gacha tushadi. Standart ekan, 46 dan 52 gacha bo'lgan razmerdagilarga tushar ekan. Shunaqami? O'zlaringiz ishlab chiqarasizlar. Buni rasvetkasi ham necha xil bor? Rasvetkasi bu 20 xil bor. Hop. Bu kichkina ko'ylak lozimcha necha pul? 17,5 optim. Hozir. 17,5 ming so'm. Optim narxi 20 ming dona. Ha, pachka narxi 17,5 ming, donaga 20 ming so'm, ha? Materiali shtampil. Shtamp siling. Yaxshi. Buni narxi nima edi? Hozir narxni aytdingmi? 38 ming pachka narxi. 38 ming so'm pachka narxi, 40 ming so'm donaga. Dona pachka sotilaveradi. Endi bu tomonda nimalar ekan? Bu tomoni bular siling, shtamp siling. Fasoni abaya fasonda. Bular necha pul deyapsiz endi bularda? Bularimiz 35 ming so'm. 35 ming so'mdan ekan. Dona pachka uzilaramiz. Dona pachka narxi bir xil. Mana. Hop. Telefon nomeringiz? 91lik 91lik 097 097 55 55. 55 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Ha, yangida ko'rsatganimizni yangi ranglari ham bor ekan. Shulardan bitta ko'rsatib yuboraylik, mana shu chekkadagilarni. 20 xil rangi bor. Yaxshi.